Xalq tilida uchastkovoy nomi bilan mashhur bo'lgan profilaktika inspektorlariga prezident tomonidan bir qator imtiyozlar e'lon qilindi. Ichki ishlar vazirligi milliardlab pullarni qurilish va yangi texnikalar uchun so'rayotgani, ammo pastdagi xodimlarning muammosini olib chiqmayotganligi qayd etildi. Profilaktika xodimlarining jamiyatdagi nufuzini ko'tarish maqsadida shu yilning 1-iyulidan uzoq yillardan beri poytaxtda ishlayotgan xodimlarga har oy qo'shimcha 5 million so'mgacha ustama puli to'lanishi belgilandi. Bundan tashqari, shu yilning 1-fevralidan boshlab yuridik oliygohni bitirib, ichki ishlar tizimiga ishga kirganlarning o'qishdagi davri ham ish staji deb qabul qilinishi aytib o'tildi. Shu bilan birga, viloyatdan kelib, poytaxtda ishlayotgan xodimlarning ijara puli 1,8 million so'mdan 3,1 million so'mgacha oshirildi. Bundan buyon ichki ishlar xodimlari uchun quriladigan uy-joylarning 30% aynan profilaktika inspektorlariga berilishi bo'yicha topshiriq berildi. Xo'sh, hurmatli prezidentimiz tomonidan berilgan mazkur imtiyozlarga sizning fikringiz qanday? Endi natija ham shunga yarasha bo'lishi kerak-a? Nima dedingiz? Videoga like bosib, tizimda ishlaydigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.